Pilinglar 3 xil bo'lishini bilarmidinglar? Men ham yaqinda bildim. Ezrazo orasidan eng zo'rini tanlab, o'zimni xodimga qo'shdim. Xullas, birinchisi mexanik piling ekan. Bunga skrablar kirar ekan va yuzingizni o'lik terilardan xalos qilar ekan. Tushunganingizdek, faqat ustini tozalaydi. Ikkinchisi kimyoviy piling ekan. Tabiiy meva kislotalari A, H, B, H kislotalaridan foydalanib, yuzingizni yana ham chuqurroq tozalab berar ekan. Keyingisi ultratovush, ya'ni apparat bilan yuzingizni piling qilish ekan. Nomi vahmali, lekin yuzingizni yumshoq tozalab berar ekan. Piling turlarini yuz turlariga qarab tanlar ekanmiz. Men ko'rsatganimdek yaxshisini olsangiz, yuzingiz yaxshi kollagen ham ishlab chiqarar ekan. Har qanaqa piling muolajasidan keyin SPF unutmang. Imkon boricha o'sha kuni quyoshga chiqmay turing. Haftasiga 1-2 marta va muntazam ishlatib tursangiz, yuzingiz shunaqa yaltillab ketadi, o'zingiz havosiz kelib ketadi. Teringiz yana ham yosh, yana ham sog'lom bo'lishiga yordam beradi. Bunaqa 90% tabiiy va 100% effektiv narsalarni Oriflame'dan topa olasiz.